Qanaqa qilib Koreya aeroportida chemodanimga qulf osib qo'yishganligi haqida aytib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Koreyaga birinchi marta kelishim edi. O'zbekistonni shirin-shirin anorlarini, tariq sabzisini, qishloqni ajoyib sariyog'larini xursand bo'lib, ikkita chemodan ko'tarib kelganman. Bitta chemodanimda kiyimlarim bo'lsa, bitta chemodanimda to'la oziq-ovqat mahsulotlari bo'lgan. Koreyada Incheon aeroportiga qo'ndim. Chemodanlarimni olib chiqib ketayotgandim. Turmush o'rtog'im meni kutib turuvdilar. Kelamiz ham bilmaganmiz. To'g'ri metroga o'tirib ketganmiz. Metroda turmush o'rtog'im ko'rib qoldilar chemodanimda qulf borligini. Qaytib borganimizda chemodonni o'zlari olib kirib ketdilar. Keyin bilsak, anor mumkin emas ekan. Men anor olib kelibman. Biz qaytib bormaganimizda katta jarimaga tushgan bo'lardik. Faqatgina ogohlantirish bilan qutulib qoldik. Oqibati bundan ham yomon bo'lishi mumkin edi. Koreyaga birinchi marta kelyapsizmi? Ishni rejalashtiryapsizmi? Albatta, nima olib kelish kerak, olib kelmaslik kerak Koreyaga. Buni yaxshilab o'rganib, o'shanga qarab chemodaningizni to'ldirishingizni maslahat berardim. Juda ham ehtiyot bo'linglar. Agarda shunaqa qulf osib qo'yishgan bo'lsa, albatta o'zingiz borib tekshirtiring. Aeroportda siz bilan qanday hodisalar sodir bo'lgan yoki sizni ham chemodaningizga qulf ilib qo'yishganmi va siz nima qilgansiz? Shu haqida kommentlarda yozib keting. Bu menga qiziq.